Qo'rqitiga odam charchab ketdi-ku. 3 ta joy kovladik aka. Bu mayt bunday gunoh qilganda yer qattalik qilyapti aka. Dostonbek, men bu maytni juda yaxshi taniyman. Bu mayt birovlarning ustidan kulgan, birovlarning haqqini yegan, zino qilgan. Shuning uchun shunaqa shekilli-da. Bu ham bir Allohning bir mahluqida. Qabul qilma desa qilmaydi. Hammamizni ham mushkulimizni oson qilsin. Bilasanmi, bizning eng katta xatoyimiz nimada? Bizning eng katta xatoyimiz xuddi o'lmaydiganday bo'lib yashashimizda.